komandirovkaga chiqayotganda o'zining norma rasxodlari bo'ladimi? Qaysi xarajatga u rasxodlarni olib borishni bilish kerak deb buxgalteriya. Sutichniy degan narsa bor, bilasizlarmi? Mana sutichniy rasxodlar. Mana komandirovchi rasxodda bu soliqqa tortilmaydigan baza hisoblanadi. Mana shu boshqa xarajatlar hisoblanadi. Soliq kodeksining 369-moddasiga. Bu normalarni kodeksdan olib yozib beradi. Любой gref oshiqchasiga, "Men malades" desa hammasidan davka yo'q. Qarang, boshqa xarajatlar, klublarga borsa 44 ming yetish kerak unga. Agar misol uchun cho'tki gastinisalarda qolgan sababi qolsa bo'ladi xodim. Xolasi o'zini yonidan to'lasin, xolasa korxona bergan puldan to'lasin-da, unga nadbavka sifatida qilib, uchala soliq ham ushaladi. Ijtimoiy soliq ham, INPS ham, sotsialniy ham. Demak, komandirovkaga chiqayotganda o'zining norma rasxodlari bo'ladi. Endi u norma rasxodlari bo'yicha hujjat yo'q deylik. Misol uchun bilet. Qaranglar, yana yaxshilab bitta narsani eslab qo'ying. Temir yo'l biletlari hamma narsa biletda bo'lishi shart. U ham biznes klass yoki u narsa bo'lishi kerak emas. Biznes klass umuman bilet olganda samolyot narxini 30% dan qimmat bo'lmagan narsa bilan kelsa, bilet narxi samolyot narxi, masalan, Buxoroga uchyapti. Samolyotning narxi 500 ming desa, demak 150 mingdan qimmat bilet olayotgan bo'lsa, undan soliq to'lanadi. 30 ming, masalan, 180 mingga olyapti. Shu joylarga juda ehtiyot bo'lib tikib qo'yish kerak u narsani. Komandirovkaga chiqayotganda buyruq bilan chiqsin va nechta pul qatga boradi. Qaranglar, buyruqda nimalar bo'ladi? Qatga boradi, qaysi kuni ketadi, qaysi kuni qaytadi. U borgan joyida qatlarga boradi va nima ish qiladi? Hammasi keltirilishi kerak komandirovka buyrug'ida. Nimaga? Chunki u ishlab chiqarish bo'yicha ketyaptimi, malaka oshirishga ketyaptimi, yoki bo'lmasam tovarni qanaqadir degustatsiyasiga ketyaptimi, qaysi xarajatga u rasxodlarni olib borishni bilish kerak deb buxgalteriya. Umuman buyruq bo'lishi shart. Buyruq bilan ketdi, bilet olib. Endi mabodo biletsiz ketsa-chi? Biletsiz ketishi mumkin-ku, yoki bo'lmasam taksida ketishi mumkin. Taksida ketishi mumkinmi? Mumkin. Endi taksiga u 600 ming beraveradimi, 800 ming beraveradimi? Farqi yo'q. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 0,1% har bir kilometr uchun bo'ladi. Demak, hozir 440 mingdan oladigan bo'lsa, 440 so'm. Agar 412 mingdan olsa, har bir kilometr uchun 412 so'mdan hisoblaydi. Samarqandga borib kelish taxminan 524 kilometr bo'ladigan bo'lsa, 440 ga bu 1-sentyabrda hozirgi kunda 412 so'm ko'paytiradi. Tushunarlimi? Mana bunga ko'paytiradi, ana bu summa soliqqa tortilmaydi, u xodimga beriladigan bu summa. Bundan ortig'i tortilib ketadi. Demak, nechta pul bo'ladi mana bu summa? Borib kelishiga mana shu ajratiladi. Hisoblasak. 230.560 so'm borib kelishi mana bu summa. Endi u xohlasa 100 mingga borib kelgan bo'lsin, xohlasa 500 mingga borib kelgan bo'lsin, o'zini cho'ntagidan to'lab, mana bu summani korxonadan olsa bo'ladi soliqsiz. Endi bileti bo'lsa, u boshqa gap. Biletini taqdim qiladi, mana 130 mingga bilet oldim deydi va hokazo bo'ldi. Keyingi holat sutichniy degan narsa bor, bilasizlarmi? Demak, sutichniy degan narsa o'sha gastinitsalar. Gastinitsalar, yeb-ichishlar va hokazo sutichniy o'zi 0,25 aktivingiz qancha? Sizlarchi bilasizlarmi aktivinglar qanchaligini? Buni faqat rostakasam buxgalterlar biladi. 12-sentyabr 14:00 onlinedan, offlinedan
rostakasım buxgalter bo'laman deganlar uchun ayni muddao pul. Faqat bitta narsa. Joyingizni chegaralang. Yozilinglar, Telegramdan yozinglar, joyinglarni band qiling. Demak, onlaynda ham, offlaynda ham 12-sentyabr 14:00 da rostakasım buxgalter bo'laman deganlar uchun. 440 mingni 0.25 xodimni korxonani rahbarini xohishi bilan bu o'zi 0.35 qilingan. Hozirgi kunda ko'p korxona shunaqa beradi. Sutочный расходingiz 440 mingni ko'paytirasizlar 0.35 ga. Qancha chiqdi? 154 ming so'm ekan. Mana sutочный расходlari. Mana mashinasi sutочный расходlari hisoblanadi. Ya gostinitsada masalan 154 mingni uyoqyapti. Gostinitsada nimasi, nomerining narxi 154 mingdan qimmat bo'lsa, 154 ming korxona shundoq ta'minlab beradi. U narsani qolganini agar korxona to'lab beraman bo'ldi, 180 mingga qolgan bo'lsa, u gostinitsada qolgan razitsasini ham ta'minlab berayotganda o'rtadagi tafovut 26 ming so'mmi, 26 mingdan padahot tushadi. Bu sutочный necha kun qolishiga bog'liq bu narsa. Sutkasi 154 mingdan qimmat bo'lsa, soliqqa tortiladi. Beraveradi. No komandirovchi расходni bu soliqqa tortilmaydigan baza hisoblanadi. Xodim o'zidan oladi, to'g'rimi? Ha. Qolganini o'zi hal qiladi. Xodim o'zining cho'nchigidan, buni korxonadan olib o'zining cho'nchigidan to'lasa, u o'zining xohishi u. Keyingisi undan keyingisi yana sutочный расходlar ovqatlariga bo'ladi, to'g'rimi? Ovqatlanishi ham, u ham расходga ovqatlanish kerak. U xodim faqat sigaret bilan alkogoldan tashqari. Sigaret bilan alkogol kirmaydi. Sigaret cho'ntak расходlari. Alkogol oladigan bo'lsa ham o'zidan to'lash kerak. Bu 0.25 tashkil qiladi. Bir sutka uchun ovqatlanishiga. Ya'ni 440 mingni 0.25 qancha bo'ladi bu? 110 ming ekan. 110 ming so'm bir sutkalik ovqati bu. Beradi. Mana endi bu soliqqa tortilmaydigan bazasi. Yo, nimaga 5 mingdan rol olsa, ikkitadan 10 ming bo'ladimi? To'g'rimi? Hal 40 ming. 70 ming cho'ntagiga ketadi. Umumiy hisobda mana shu narsa. Demak, bundan ortiq ishlatib qo'ydimi? Bilib olinglar, har bittasini hujjatda bo'lishi kerak, cheki bo'lishi shart. Endi boshqa xarajatlari bo'ladi-yu, suv ichadi, u qiladi, bu qiladi-ku. Sutочный norma расход 0.1 baravar. 44 ming olishi mumkin yana. Qo'shimcha. Boshqa xarajatlar uchun. Avtobusda yuradi, ichkarida, to'g'rimi? Shahar ichida. Mana shu boshqa xarajatlar hisoblanadi. 44 mingdan sutkasiga olishi mumkin. Endi eng qiziq joyi, agar xodim gostinitsada turmadi, lekin ijarada turdi kimdir uyida. Ijara shartnomasi bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorini 1,5 baravarigacha soliqqa tortilmaydi. Ya'ni 660 ming bo'ladimi? 660 ming bo'ladi. Ijara shartnomasi bo'lsa, shartnoma qilib qo'ysa ko'proq olarkan unda. ijara shartnomasi bo'lsa, ijara shartnomasi bo'lmasa, uyda turdim ijarada desa, ba'zi hisoblash miqdorini 20% ni oladi. 20% ya'ni 88 ming. Qaranglar. Ijara shartnomasi bo'lsa manba normasi. Ijara shartnomasi bo'lmasa norma manba. Normadan oshdimi soliqqa tortiladi. Shuning uchun komandirovkaga borayotganinglarda hujjatlarni qolinglar. Qiyin-da, 154 mingga. Nima? Qiyin-ku. Ya, mehmonxona qiyinroq, 154 mingga topishingiz. 5-6 ta odam bitta xonada yotasizlar-da. Ko'tara olmaysiz, norma-ku bu. Normalarni har xil. Masalan, mana bu norma bor-ku. Mana bu norma. Vazirlar Mahkamasining 464-qaroriga asosan bo'ladi. Soliq kodeksining 369-moddasiga. Bu normalarni kodeksdan olib yozib beraman. Endi bu yerda yozmabman kodeksdan. Kodeksdan olib yozib beraman hozir.
Bu norma расходdan ortig'ini gref bo'ldi, premiya hisoblanadi bu narsa. Bilib olinglar, любой gref oshiqchasiga, "Men молодец" desa hammasi nadbavka yo premiya. Yaxshi ishladi yani. Solig'ini to'lab beravering xohlaganingizcha. Mehmonxonada shunaqada, masalan, mehmonxonada bir kunlik xona 500 mingga kelib yotib ketishsa, masalan, o'shalari nariyog'iga qiziqaman-da. 500 mingdan yotadi bir kunga deyman. Umuman logichni turkam. 500 mingga uchi mazaq yotgisi kelyapti. U komandirovka bormay, u dam oladi. 10 kuncha uxlaydi shunaqa. Qaranglar, gostinitsalar, normalniy gostinitsaga boraman siz, normalniy gostinitsaga. Hammasi normada bo'ladi. Ovqatni ham normalniy yeydigan bo'lsangiz 110 mingga sig'asiz. Yo, bemalol sig'asiz 110 ming ichiga. Mana 3 ga bo'ling. Qancha bo'ladi? Grup oladigan bo'lsa 100 135 ming, 36 ming, 37 ming yani. 37 mingdan bemalol ovqatlanasiz. Nimaga? Oshamaysiz shunda? Ha, 1 kilosi 30 mingdan osham bor. Go'sht kamroq bo'ladi. Qorningiz to'yadi zato. Plotni, именно go'sht ko'p bo'ladigan ovqat majbur emassiz, komandirovkadasiz. Tez-tez yeb, tez-tez ishingizni qilib yurishingiz kerak. O 154 mingga hostellar hamma narsani Bor, yo'q, men 154 mingga 154 mingga bemalol. 44 mingga qo'shimcha расход nimachi pul avtobus 3 mingdan bo'lganda hamchi bemalol qoplasa bo'ladi. Keyin komandirovka 100 ga qaramay turasiz. Bizdan chekib ketadi ular. Komandirovkamiz bizni to'lab beradi deydi. Mana keldik deb anaqasini o'ltirib keladi ishxonasidan. 12 millionga, например, gostinitsa o'zidan chekib keladi. Mana eshitdiring. Gostinitsadan 12 millionga chek olib keldi. 3 ta xodim ketgan misol uchun. 10 kunga deylik. Qarab turinglar. Prosta nima qilinadi bu yerda? Ras ko'paytiruv 3. Gostinitsadan bilet olib keldi, mana. 3 ga ko'paytirasiz. Ko'paytirasiz 10 ga buni. Qancha bo'ladi? 154 ming ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 10. 4 million 620 ming. Xush kelibsiz. Mana bu summani arib tashlaysizda, qolgan hammasini padoxodga tortib olasiz unga. Qolgan summani 100% padoxodga kirib ketadi. 100% hammasi kirib ketadi. Norma расход katta bo'lib ketgan. Chunki norma расход katta. Tushunarlimi? Qolgan mazaq yotgani uchun qanaqa u gostinitsada mazaq yotar ekanda, korxona pul to'lar ekan unga. Vashshi noto'g'ri. U hostelga bormas ekanda, u Samarqanddagi prezident oteliga borib yotar ekan. O'zlaridan so'ramadi, qiziqaman. To'lab beradi. Borsanglar desam, bizga bemalol to'lab beradi. Bizga kunlik 500 mingdan mumkin. Yo'q, mana kunlik qarang, boshqa xarajatlar, klublarga borsa 44 ming yetish kerak unga. Bir xona, bir kishilik. Klubga borib kelishcha 44 mingga kirib chiqish kerak unga. Ya norma bordi, u chiqib ketadi odam. Где другие ждут, он делает задачу, не искал оправданий, искал решение. Vaqtim o'tib ketyapti. Sentabr yaqin. Haqiqiy mutaxassis bo'lishni xohlaysizlarmi? Yangicha nikoh bilan hayotga qarashchicha. Unda men, Otabek Kadirov, sizlarni 12-sentabr har shanba soat 14:00 da start oladigan Rostakasim bosh buxgalterlarning bosh buxgalteri kursiga taklif qilaman. Kursimiz onlaynda ham, offlaynda ham bo'lib o'tadi. 12-sentabr soat 14:00 da start oladigan Rostakasim bosh buxgalter kursimizda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo, hattoki import, eksport operatsiyalari, undan tashqari qurilishni Rostakasimini o'rganishingiz mumkin. Bu kurs faqat Rostakasim buxgalter bo'laman deganlar uchun ayni muddao. Ya'ni nazariyadan ancha uzoq, aynan amaliyotning 100% qanday bo'lishini bu kursda bilib olishingiz mumkin. Kursimizda 1S alohida, hattoki 1uz o'rgatiladi va bu narsalar buxgalterlar qanday ishlash kerakligini aynan bildirib o'tadigan. Undan tashqari biz barcha kurslarimizni video tasmalarga olgan holatda o'zingizga yuboramiz. Uyda bemalol tomosha qilib darsingizni qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, 12-sentabr soat 14:00 da start oladigan
Rostakasim bosh buxgalterlar kursiga marhamat. Joylarimiz soni chegaralangan. Bemalol qo'ng'iroq qilib, joyingizni band qiling. Onlaynda ham, offlaynda ham yonma-yon o'tirgandek o'zingizni his qilasiz. 12-sentyabr 14:00 da diydor ko'rishguncha Rostakasim buxgalterlar salomat bo'linglar.